Bismillahirrahmanirrahim. Ayg'uchi va kuyinguvchi Allohga sanoqsiz madiylar, behisob shukrlar bo'lsinki, u o'zining hidoyat nuridan bizlarning bahra olishimizni, hayotimizni o'zining nurli shariati va hurmatli payg'ambarimizning ko'rsatmalari bo'yicha yashashimizni iroda qildi. Ushbu iroda doirasida 1000 yildan ortiq tarix mobaynida haq va maqbul qilib qilingan islom dinining rahbarligi xalqimiz hayotining ayrilmas bir parchasi, muqaddas dastur bo'lib keldi. Aziz qarindoshlar, Huzurunlar sunayotgan Hadislar to'plami kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. Biz o'qib zakat bo'limining tilamchilik qilish, qanoat qilish va narsa berish degan kelgan davomlashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. 2829-hadis. Hamza ibn Abdullah dadasining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qildi. Kishi tilamchilik qilaverib, hatto qiyomat kuni Allohning oldiga yuzida go'sht didori qolmagan holda keladi. Muslim 1040-hadis. 2830-hadis. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Tilamchilik qilish insonning yuzini to'kadigan ish bo'lib, inson xolisi yuzini saqlab qoladi, xolisi tilamchilik qilsa yuzini to'kib oladi. Ammo mas'uldan so'rash yoki so'ramasa bo'lmaydigan ahvol ostida so'rash buning sirtida. Abu Davud 1639-hadis. Albani sahih degan. 2831-hadis. Abdullah ibn Avf radhiyallohu anhuning ozodgarchisi Abu Ubayd Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qildi. Biringlarning dumbisida o'tin to'shib setib jon beqishi boshqa biridan mayli bersin yoki bermasin bir narsa tilishidan yaxshidir. Buxoriy 2074-hadis. 2832-hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ozodgarchisi Savban radhiyallohu anhu bundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki kishilardan bir narsa so'ramaslikka menga va'da bersa, men u kishining jannatga kirishiga va'da berman degan edi. Men darhalla men va'da berman dedim. Ravi Savban shuningdek e'tiboran haqiqatan kishilardan bir narsa so'ramaydi dedi. Abu Davud 1643-hadis. Albani sahih degan. 2833-hadis. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu bundoq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan pul so'ragan edim. So'rganimni berdi. Yana so'ragan edim, yana berdi. Keyin yana so'ragan edim, yana bergandan keyin: "Ey hakim, pul mol yeshil narsalarga o'xshash ko'rinishi chiroyli, ta'mi shirin narsa. Kimki uni qanoatchilik bilan olsa, uning barakatini ko'radi. Agar ochko'zlik bilan olsa, uning barakatini ko'rmaydi. Uning ustiga u xuddi yeb to'ymaydiganlarga o'xshab qoladi. Bergan qo'l tilgan qo'lda yaxshidir" dedi. Men: "Ey Allohning rasuli, seni aqlin avatgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bundan keyin toki dunyodan ayrilsa hech kimdan bir narsa so'ramayman" dedim. Ravi darvaqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu uni Baytul Maldan berilgan pul mol topshirishga chaqirgan edi, unimi alg'ilg'anmadi. U vafot bo'lgandan keyin Umar radhiyallohu anhu uni Baytul Maldan berilgan pul molni topshirishga chaqirgan edi, unimi alg'ilg'anmadi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu: "Ey musulmonlar jamoasi, men sizlarni guvoh qilamanki, Baytul Maldan Hakim ibn Hizamga tegishli haqqini bersam, qabul qilmadi" dedi. Shunda qilib Hakim ibn Hizam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin toki olamdan o'tguncha hech kimdan bir narsa so'ramadi. Buxoriy 1472-hadis. 2835-hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki ojitsiz turib kishilardan bir narsa so'rasa, qiyomat kuni u kishi yuzi jarohat bosgan, qiymi-chiyim qilingan holatda keladi dedi. Buningdan kishini ojitsizlar qatoriga kirilgan narsa nima deb so'ralgan edi. 50 tanga yoki shuning qimmatidagi oltin yoki shunchalik narsa bo'lsa, boshqalardan bir narsa so'ramasin dedi. Tirmiziy 650-hadis. Albani sahih degan. 2836-hadis. Sahl ibn Anzaliya radhiyallohu anhu din rivoyat qilingan rivoyatda bundoq deyilgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qanchalik miqdorda meli bo'lsa, bir narsa tilash bo'lmaydi deb so'ralgan edi. Tushlik va kechtamqon yetkidek narsa bo'lsa, tilash bo'lmaydi dedi. Abu Davud 1629-hadis. Albani sahih degan. 2837-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Kimki melini avutish uchun tilamchilik qilsa, bir parcha cho'g'tilgan bo'ladi. Shunga u endi oz tilamdi, ko'p tilamdi tilaversin. Muslim 1041-hadis. 2839-hadis. Amr ibn Shayb radhiyallohu anhu da rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Kimki yanada 40 tangiz turib tilamchilik qilsa, u kishi ochko'z hisoblanadi. Nasoiy 2594-hadis. Albani hasan va sahih degan.
2842 hadis. Razin bu hadisga monolarni qo'shib rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men birisiga bir narsa bersam, uni qo'ltiqqa qismangdi. U o'tdan boshqa narsa emas dedi. Umar roziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning rasuli, nima uchun bilib turib o'tni bersan?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh meni bexillikdan to'sdi. Insonlar bo'lsa mendan so'rab turib olsa" dedi. Razin rivoyat qilgan. 2844 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki nomratlik qiluvchi bo'lib, uni kishilardan tilash orqali tugatmoqchi bo'lsa, uning nomratlik tugamaydi. Kimki bu ishni Allohga topshirsa, Alloh mayl ilgari bo'lsin yoki keyin bo'lsin, uning rizq ato qiladi." Tirmizi 2326 hadis. Albani sahih degan. 2845 hadis. Yana bir hadisda bunday deyilgan: Allah uni ya boy tuqqanlardan birini darhol vafot topib turish yoki ehtiyojan darhol qamdash orqali nomratlikdan qutqizdi. Abu Davud 1645 hadis. Albani sahih degan. 2846 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Allah razıqını og'ziga olib turib, kishilardan bir narsa tilab, tiliginiga erisha olmagan kishilarning eng eskisidir. Allah razıq uchun deb boshqalardan bir narsa tilamasdan, hojitinglarni Allohning o'zidan tilanglar. Razin rivoyat qilgan. 2848 hadis. Ali raziyallohu anhu Arafat kuni bir odamning kishilardan biridan tilovat qilganini anglab, "Mushu kunda, mushu makonda Allohdan boshqa biridan tilovat qilsam" dedi. Ondan uni darr bilan urdi. Razin rivoyat qilgan. 2849 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Iymon etgan, turmushiga yetkidek rizq berilgan va Allohning berganlari qanoat qilgan kishi haqiqatan nijot topadi." Muslim 1054 hadis. 2850 hadis. Salama ibn Ubaydullah ibn Mihsan Xatimi sahabelardan biri bo'lgan dadasini rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlardan kimki tinch amon, tinch sog'lom, bir kunlik yemek ichimki yanada olib tamat qilsa, shu kuni uningga xuddi dunyoga berilgandek bo'ladi." Tirmizi 2346 hadis. Albani hasan degan. 2854 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Pul molning ko'p bo'lgani boylik emas, balki nafsning qanoatchan bo'lgani boylikdir." Buxoriy 6446 hadis. 2855 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kishilarni aylanib yurib, bir ikki loqma taom yoki bir ikki xurm bersi qaytib keladigan odam miskin emas. Miskin degan ehtiyojini qondirg'ak bir narsa topolmagan bo'lsa-mu, boshqalardan bir narsa so'ramaydigan, boshqalarmi uning muhtoj ekanligini sezmaydigan, shuning bilan uningga sadiqa berilmaydigan kishidir." Buxoriy 1479 hadis. 2856 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Haqiqiy miskin degan tilamchilikdan o'zini tortgan odamdir. Agar xohlasanglar Allohning ular kishilar chapchili tilamchilik qilmaydi degan oyatini o'qinglar." Buxoriy 1539 hadis. 2859 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mol-mulk va yaratilishda sizlardan ustun kishilarni ko'rgan vaqtinglarda o'zingizlardan to'g'an kishilarga nazar solinglar." Buxoriy 6490 hadis. 2860 hadis. Razin bunday rivoyat qildi: "Mol dunyoda sizlardan to'g'an, e'tiqod amalda sizlardan ustunlarga, ya'ni taqvodorlarga nazar solinglar. Shunday qilish Allohning sizlarga bergan ne'matlariga noshukirlik qilmaslikning eng to'g'ri yo'lidir." Avf ibn Abdullah ibn Utba bunday deydi: "Men boylar bilan ko'p aralashatdim. Qarasam menda g'ami ko'p odam yo'q ekan. Chunki ularning ot-uloq va kiyim-kechki meningkidan esilaydi. Bu hadisni olgandan keyin yo'qsul kishilar bilan aralashib o'tishga boshladim va shundan keyin ko'nglimning aromiga tushganligini his qildim." Razin rivoyat qilgan. 2861 hadis. Ata ibn Yasirdan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga davlat tarafidan tarqatilgan pulni avatgan edi. Umar radhiyallohu anhu uni olmay qaytarib etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan buni nima uchun qaytarib etding deb so'ragan edi. U: "Ey Allohning rasuli, boshqalardan bir narsa olmaslikning afzal ekanligini aytmaganmiding?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "U degan tilab elish qarta aytilgan, ammo tilamasdan o'zligidan kelgan bir narsa bo'lsa, u degan Allohdan ihson qilgan rizqdir" dedi.
Şunun bilan Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu "Jenim ilkir bo'lgan zot Alloh bilan qasam qilamanki, hech kimdan bir narsa tilamayman. Agar men tilamasammi bir narsa kelib qolsa, uni qilib kelmay olaman" dedi. Malik 1882 hadis. 2862 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuning bunday deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davlat tarafidan topilgan puldan beratdi. Ammo men buni mendan bakrak muhtoj kishilarga bergin deydim. Bir qatim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga bir oz pul bergan edi. Men yana buni mendan bakrak muhtojlarga bergin desam, buni al, o'zingning mulkiga o'tgandan keyin ondan sadaqa qilaversang bo'ladi. Sen tamaq qilmasdan va tilamasdan shunga o'xshash pul mal kelib qolsa, uni qabul qilgan, ammo menga bir narsa kelib qolgan deb tamad bo'lmagan dedi. Buxoriy 7164-hadis. 2866 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qildi. Birasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga dunyolik bir narsaga erishish maqsadida musulmon bo'lib kelsa, shu kuni kech kirmay turibla islom dini uning dunyo va dunyodagi barliq narsalardan suyunib bo'lib ketdi. Mavzili 3750 hadis. Aysami bu hadisni Abu Ya'la rivoyat qilgan bo'lib, ravilari sahih hadisning ravilaridir degan. Bu hadislarni olgandan keyin yana o'zingizningki pulmeli uyi boshqa bir narsalar turib namratlar uchun taqilgan arzaqlarni ilishqa, boshqalardan tilab yeyishga iymoningiz qanday chidaydi? Allohdan qo'rqing, payg'ambarimizning hadislariga amal qilishib turishing. Alloh hammamizni mag'firat qilsin, o'zining to'g'ri yo'lda qilsin, payg'ambarimizning sunnatiga, to'g'ri yo'lga ergishishga, haq yo'lda sabit bo'lishni nasib qilsin. Amin.